Barchaga assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, sog'monmisizlar? Bu safar yurgan aka-uka opa-singillar, ko'pchilik aka-ukalarimiz so'raganda kommentariy yozib, aka malyariya ishi chiqaring deb. Mana sizlarga ajoyib bir malyariya ishi bor. Bir narsa aytib o'tay do'stlar, 85% odam bizlarning kanalni obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan hech qanday hech nima ketmaydi. Foydali videolarni ko'rib borasiz. Birdan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, biz boshlaylik. Xullas do'stlar, malyariya ishi bor. Odinsovoda amistoron urilgan, gapni qisqasi katta bir bolnitsa qurib bitkazilgan, amistoron urilgan. O'sha amistoronning kamchilik yerlari bo'lsa, masalan, kley surtib deganday shunday melachopki ishlari bor. Kunlik pul to'laydi. Har kuningizga ustalar bo'lsa 4500 rubldan bo'ladi do'stlar. O'zini ishiga javob beradigan, tushunadiganlar bo'lsa, ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz. Kuningizga 4500 rubldan pul to'laydi. Yeb ichish hech qanday yotoq, hech usloviyasi yo'q. Faqat kunda borib ishlaysiz, 4500 rubl, ertalab 9 dan kechki 6 gacha ish. Mana sizlarga ajoyib ish. Dokument bez dokument hech qanday farqi yo'q. Borib ishni qilsangiz bo'ldi. Ish ichkarida 4500 rubldan har kuni qo'lingizga ish tugagandan keyin soat 6 da ish tugaydi, ertalab 9 dan kechki 6 gacha. İş tugaydi, pulni olasiz do'stlar. Mana sizlarga ajoyib ish. Kanalga yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz. Sardorbek degan ismi, o'zimning do'stim shu yoqda ishlayapti do'stlar. Mana sizlarga ajoyib ish. Ma'qul bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bugundan hozir shu o'sha videoni yuklayman men. Sog' omon bo'linglar. Ya mana shu pataloqlar qilyapmiz.